bir daqiqalik kulgi insonni 1 yillik hayotini uzaytiradi desam ishonasizmi? Mutaxassis olimlarning gapiga qaraganda, inson hujayralarining genetik kodi o'zgarishi natijasida saraton kasalligi uyg'onish xavfi bo'ladi. Saraton kasalligini boshlang'ich etaplarida, ya'ni boshlang'ich holatlarida aynan bizda Human Life tibbiy turizmda buni ham yechimi topilgan. Bugungi kunda sir emaski, aksariyat yoshlarimiz bepushtlik, ya'ni farzandsizlik muammosi qiynayapti. Aynan bizda hozir mana shu muammoni ham yechimi bor. Inshaalloh Alloh imoyati bilan eko, ya'ni ekish tizimi orqali ayollarimizni homilasiga yordam berish yo'llarini ham yo'lga qo'yilgan. Bizning xizmatlarimiz onkologiya, neyroxirurgiya, kardiologiya, ortopediya, urologiya, nefrologiya, eko va ginekolog, buyrak transplantatsiyasi, jigar transplantatsiyasi, o'pka transplantatsiyasi, suyak ilik transplantatsiyasi, ko'chirib o'tkazish, liposkopiya, abdominoplastika, plastik jarrohlik va boshqa kasalliklar bo'yicha yordam berishga tayyor. Bemorlarimizni Turkiya hamda Hindistonda jarrohlikka olib borish, jarrohlik amaliyotini o'tkazish toki O'zbekistonga qaytarib kelgungacha bo'lgan jarayonda sizga hamrohni Human Life tibbiy turizm to'liq tashkillashtirib beradi. Bizning manzil Baliq tuman markazi, Madaniyat markazining oldidagi Insof dorixonasining shundoqqina yonginasida joylashgan.